Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men kimyosan o'qituvchisi Ermahat Ulug'bek. Sizlar bilan 2018-yil ba'zida test savollarini ko'rib o'tishni boshlagan edik. Bugun biz sizlar bilan 41 dan to 60gacha bo'lgan tiplarni ko'rib o'tamiz. Demak, test tahlilimizni boshladik. 41-savol. Fenol, propan kislota va metil spirtdan iborat aralashma 0,5 mol aralashma natriy karbonat eritmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishib 69,6 gram gazi aralashmasi va 1,12 litr gaz hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi fenolning massasini aniqlang dedi. Men bu masalani ishlashimiz uchun biz birinchi navbatda natriy karbonat bilan reaksiyaga kirish uchun moddani bilib olishimiz kerak hisoblanadi. Natriy karbonat bilan fenol va propan kislota reaksiyaga kirishadi, lekin metil spirt esa reaksiyaga kirishmaydi. Bu birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu yerda 1,12 litr gaz hosil bo'ldi degan. 1,12 litr aynan qaysi reaksiyadan chiqadi desak, natriy karbonatni propion kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'ladi. Sababi fenolning kislotalilik xususiyati karbon kislotadan kuchsiz bo'lganligi uchun natriy karbonat fenol bilan ta'sirlashib gaz hosil bo'lmaydi. Shuning uchun ham gaz faqat propion kislota bilan ta'sirlashuvidan hosil bo'lgan deyapmizda. Birinchi navbatda natriy karbonatni propion kislota bilan reaksiyani yozib oldik. Reaksiya bo'yicha 2 mol propion kislotadan 192 gram tuz va 22,4 litr gaz hosil bo'ladi. Masalada 1,12 litr gaz degan. 1,12 litr gaz hosil bo'lganda necha gram tuz hosil bo'ladi? 9,6 gram. Va reaksiyada propion kislota necha mol ishtirok etadi? 0,1 mol ishtirok etadi. Demak, bizda jami reaksiya bo'yicha 69,6 gram tuzlardan 9,6 grami bu natriy propionat, ya'ni propion kislota bilan ta'sirlashuvdan hosil bo'lgan ekan. Demak, qolgani esa fenol bilan ta'sirlashuvdan hosil bo'lgan tuz hisoblanadi va ulardan esa 60 gram tuz hosil bo'lishi kerak. Chunki jami tuzdan 9,6 gram natriy propionat ekanini aniqlab oldik. Demak, fenol bilan ta'sirlashuv 60 gram kerak. Demak, fenolni natriy karbonat bilan ta'sirlashuvini ko'radigan bo'lsak, fenol natriy karbonat bilan ta'sirlashib natriy fenolat va natriy gidrokarbonat hosil bo'ladi va reaksiyada haqiqatdan hech qanday gaz hosil bo'lmaydi. Hosil bo'lgan natriy fenolat ham natriy karbonat ham bilamizki, tuz hisoblanadi. 1 mol natriy fenolatning og'irligi 116 gram, 1 mol natriy gidrokarbonat og'irligi 84 gram. 116 gramga 84 gramni qo'shadigan bo'lsak, natriy karbonatning fenol bilan ta'sirlashuvida 1 mol fenoldan 200 gram tuz hosil bo'lyapti ekan. 1 mol fenoldan 200 gram tuz hosil bo'lsa, 60 gram tuz hosil bo'lishi uchun fenoldan necha mol talab etiladi? 0,3 mol talab etiladi. Demak, bundan xulosa shuki, agar bizda masala shartida metil spirtini top desa, jami aralashmalar bizda 0,5 mol edi. Undan 0,1 mol propion kislota, 0,3 mol fenol bo'ldi. Demak, qolgan 0,1 mol esa metil spirt hisoblanadi. Lekin bizdan faqatgina fenolning massasini aniqlang deganligi uchun fenolni 0,3 molini og'irligini topish uchun 94 ga ko'paytirib yubordik va natijada 28,2 gram bo'ldi. Demak, aralashmada fenolning og'irligi 28,2 bo'lgan ekan. To'g'ri javob D javob to'g'ri bo'ldi. Keyingi masalamiz. X gram 20% mis 2 sulfat eritmasidan 2 farad tok o'tkazildi. Natijada katodda 16,8 litr gaz ajraldi. X ning qiymatini toping dedi. Xo'p, bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa katodda 16,8 litr gaz deyapti. Mis 2 sulfatda katodda agar faqatgina tuz elektroz bo'lgan desa, hech qanday gaz hosil bo'lmaydi. Demak, bu yerda tuzdan tashqari suv ham elektroz bo'lgan ekan. Suvni katoddan gaz sifatida vodorod hosil bo'ladi. Shuning uchun bu yerga vodorod gazi ajralish uchun alohida farad, tuzni elektroz bo'lish uchun alohida farad sarflangan. Shuning uchun ham birinchi navbatda vodorod uchun sarflangan faradni topib olyapmiz. Buning uchun vodorodni ekvivalent hajmi 11,2 litr.
agar bu yerda oladigan bo'lsa 22,4 litr bo'ladi. 11,2 litr vodorodga 1 fat tok ketadi. Ya'ni ekvivalent hajmiga 1 fat tok ketadi. Biz uni 1 mol, ya'ni 22,4 litr deb oladigan bo'lsak, vodorodning 22,4 litriga esa 2 farad tok sarflanadi. Demak, 22,4 litr vodorod chiqishi uchun 2 farad tok sarflanadigan bo'lsa, 16,8 litr vodorod ajralishi uchun necha farad tok sarflanadi? 1,5 farad tok sarflanadi. Reaksiyada elektroliz bo'yicha jami 2 farad tok sarflangan. 2 farad tokdan 1,5 farad vodorod, ya'ni suvdan vodorod ajratib olish uchun sarflangan bo'lsa, tuzni elektroliz jarayonidagi sarflangan farad topishimiz uchun jami farad 2 faraddan suvga sarflangan 1,5 farad ayab tashlashimiz kerak hisoblanadi. Natijada 0,5 farad chiqadi. Endi mis 2 sulfatni 1 farad tuz elektroliz bo'lganda, 1 farad bilan elektroliz bo'lganda 80 gram tuz elektroliz bo'ladi. Chunki ekvivalenti 80 ga teng. 1 faradda 80 gram tuz elektroliz bo'lsa, 0,5 faraddachi 40 gram tuz elektroliz bo'ladi. 40 gram tuz bo'lish uchun dastlabki eritmadagi mis 2 sulfatning og'irligi 40 gram bo'lishi kerak. Ana o'sha 40 gram tuzimiz eritmaning 20% ni tashkil qilar ekan, 40 gramimiz 20% teng bo'lsa, 100% massamiz 200 gramga teng bo'ladi. Demak, dastlabki mis 2 sulfat eritmasining og'irligi 200 gram bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. 200 gram 40% li mis 2 sulfat eritmasi orqali elektr toki o'tkazilganda, anod va katodda hosil bo'lgan gazlarning mol nisbati 3:1 bo'lsa, eritma orqali necha farad tok o'tgandir? Yana quyidagi narsaga e'tibor berishimiz kerak. Anod va katodda hosil bo'lgan gazlarning nisbati 3:1. Faqatgina tuz elektroliz bo'lsa, katodda vodorod hosil bo'lmaydi. Demak, bu yerda tuzdan tashqari suv ham elektroliz bo'lgan degan xulosaga keldik va lekin birinchi qiladigan ishimiz 200 gram 40% eritmadagi tuzni og'irligini topishimiz kerak. 200 gram 40% eritmada tuzning og'irligi 80 gram bo'ldi. Endi mis 2 sulfatni 80 gram elektroliz bo'layotgan vaqtda anodda 0,25 mol hosil bo'ladi. Chunki 160 gramdan 0,5 mol hosil bo'lsa, 80 gram 0,5 chiqadi. Katoddan esa hech qanaqa gaz hosil bo'lmaydi. Endi bu yerda suv ham elektroliz bo'lishni boshlaydi. Tuz elektrolizi tugagandan keyin. Demak, suv elektroliz bo'lganda katodda 2 mol vodorod, anodda 1 mol kislorod hosil bo'ladi reaksiya bo'yicha. Lekin qancha elektroliz bo'lganini bilmaymiz. Shuning uchun katodni 2x, anodda esa x deb oldik. Shunda katodda hosil bo'lgan gaz moddalar 0,25 mol bilan mana bu yerda hosil bo'lgan x bo'lyapti. Shunda anodda jami bo'lib x plus 0,25 bo'ldi. Katodda tuz elektroliz bo'lganda katod hech qanday gaz hosil bo'lmadi. Faqatgina suvni elektroliz bo'layotganda bor va u 2x ga teng va o'sha 2x ni qo'ydik. Mana shu x plus 0,25 va 2x larning nisbati u 3:1 deb beryapti. Va mana shu tenglama orqali x ni qiymat topadigan bo'lsak, 0,5 chiqdi. Endi bu 0,5 kislorodning moli. Reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, 2 mol suvdan 1 mol kislorod hosil bo'lyapti. X bizda 0,5, ya'ni 0,5 mol kislorod hosil bo'lishi uchun qancha suv elektroliz bo'lishi kerak desak, 2 marta ko'p. 0,1 mol suv elektroliz bo'lishi kerak. Demak, bu masalada sarflanayotgan farad ham tuz uchun sarflangan, ham suv uchun sarflangan. Shuning uchun ham mis 2 sulfatni 80 gram elektroliz bo'lish uchun sarflangan farad topyapmiz. Buning uchun 160 gram tuzga 2 farad tok sarflanadi. Bizda 80 gram tuz bor. 80 gram tuz uchun qancha farad sarflandi desak, 1 farad sarflandi. Suvni elektroliz bo'lgani molini topdik. 0,1 chiqdi. 1 mol suvga 2 farad sarflansa, 0,1 moliga qancha sarflansa 0,2 ketdi. Demak, tuz uchun 1 farad, suv uchun 0,2 farad. Demak, bu masalada elektroliz jarayoni jami hisobda 1,2 farad sarflangan ekan. To'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. 2 molyarli kaliy sulfat eritmasi elektroliz qilinganda 3 molyarli eritma hosil bo'ldi va 560 litr gaz anodda ajraldi. Olingan eritmaning hajmini toping dedi. Endi kaliy sulfat eritmasi elektroliz bo'ladigan bo'lsa, bilamizki, tuz elektroliz bo'lmaydi. Faqatgina suv elektroliz bo'lib parchalanadi.
reaksiyada 36 gramm suv elektroliz bo'lganda anodda 22,4 litr gaz hosil bo'ladi. 560 litr gaz hosil bo'lsa necha gramm suv elektroliz bo'lgan desak, 900 gramm suv elektroliz bo'ldi. Endi 2 molyarli eritmadan 3 molyarli eritma hosil bo'lgan deyapti. Demak, bu molyar konsentratsiya doir bo'lgan masala diagonal qo'ysak bo'ladi. Diagonalga quyidagicha ifodaladik. Xo'p, demak, 2 molyarli eritmani 3 molyarli eritma olgan, uning uchun esa suv elektroliz bo'lib chiqib ketgan. Shuning uchun diagonal o'rtasi 2 molyar, 3 molyar, suvda erigan modda yo'q, faqatgina suvning o'zi bo'lgan uchun 0 deb oldik. Shunda diagonaldan 2 va 1 chiqdi. Suv 900 gramm suv. Bilamizki, molyar konsentratsiyadan diagonal foydalansak, hajm qo'yishimiz kerak. Suvning zichligi 1 ga teng bo'lganligi uchun 900 gramm suv 900 ml ga teng bo'ladi. Shu jarayonda suvdan 900 ml olsak, 3 molyarli eritmadan 1800 ml hosil bo'lar ekan. Bu qanday bo'lyapti? 2 molyarli eritmadan 900 ml suv chiqib ketgandan keyin 3 molyarli eritmadan 1800 ml hosil bo'ladi. Uning uchun 2 molyarli eritma qancha bo'lishi kerak desak, 2700 ml bo'lishi kerak ekan. Demak, dastlab 2 molyarli eritmadan 2700 ml olgan. 2700 ml eritmaning hajmi litrda 2,7 litr hisoblanadi. Shuning uchun ham bu masalaning to'g'ri javobi A javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Laktoza qanday monosaxaridlarga gidrolizlanadi? Bilamizki, laktozani monomeri bu glyukoza bilan galaktoza bo'ladi. Shuning uchun ham to'g'ri javob D javob to'g'ri bo'ldi. Xo'p, mol nisbati 1 ga 2 bo'lgan laktoza va sellyuloza aralashmasi gidrolizlanishidan olingan mahsulotlar bijg'ishidan hosil bo'lgan moy kislota 10 mol natriy gidroksid bilan to'liq reaksiyaga kirishsa, dastlabki aralashma tarkibida necha mol laktoza bo'lgan dedi. Endi laktoza gidroliz bo'ladigan bo'lsa, boyagi monosaxaridda glyukoza va galaktoza hosil bo'ladi. Sellyuloza gidroliz bo'ladigan bo'lsa, 2 mol glyukoza hosil bo'ladi. Va ana o'sha laktoza va sellyuloza mol nisbatini 1 ga 2 nisbati degani uchun laktozani x, sellyulozani esa 2x deb oldik. 1 mol laktozadan 1 mol glyukoza hosil bo'ladi. X moldan esa x. 1 mol sellyulozadan 2 mol glyukoza hosil bo'lsa, 2x dan jami 4x hosil bo'ladi. Demak, bulardan jami hisobda 5x mol glyukoza hosil bo'ladi. Nima uchun aynan glyukozani topyapmiz? Chunki moy kislotali bijg'ish glyukozada sodir bo'ladi. Demak, glyukoza 5x. Endi glyukoza moy kislotali bijg'iydigan bo'lsa, 1 mol glyukozadan 1 mol moy kislota, 2 mol karbonatdan 2 mol vodot hosil bo'ladi. 1 moldan 1 mol hosil bo'lsa, 5x dan 5x mol moy kislota ham hosil bo'ladi. Ana o'sha moy kislota endi natriy gidroksid bilan ta'sirlashyapti. Moy kislota natriy gidroksid birga bir ta'sirlashadi. 5x bo'lsa, natriy gidroksid ham 5x bo'lishi kerak va mana shu 5x mol natriy gidroksidni bizdagi masala shartida, xo'p, 10 mol deb beryapti. Ana o'sha 5x 10 molga teng bo'lsa, x ning qiymati 2 ga teng ekan. Demak, laktoza x 2 mol olingan, sellyuloza esa 2x, ya'ni 4 mol olingan. Bizda dastlabki aralashma tarkibi necha mol laktoza bo'lgan deb so'raganligi uchun B javob to'g'ri bo'ldi. Agar sellyulozani molini so'raganda 4 mol hisoblanar edi. To'g'ri javob B bo'ldi. 47-masala. Alfa aminokislotalar molar massalar farqi 28 ga teng. Teng miqdorda aralashtirilganda reaksiya natijasida 54 gramm suv va 564 gramm dipeptid hosil bo'ldi. Molar massasi katta aminokislotalarni toping dedi. Endi buni ishlashimiz uchun dipeptidni gidroliz qiladigan bo'lsa, yana dastlabki ikkita aminokislota hosil bo'ladi. 564 gramm dipeptid 54 gramm suv bilan qayta gidroliz bo'ladigan bo'lsa, 618 gramm aminokislota hosil bo'ladi. Reaksiya bo'yicha esa dipeptidning gidroliz qilishi 1 mol suv sarflanadi. Ya'ni 18.
18 gram suv bilan gidroz qilingan aminokislota og'irligini topadigan bo'lsak, 206 gram aminokislotalar hosil bo'ladi. Endi aminokislotalarning massalar farqi bir-birida 28 ga teng ekan. Shuning uchun bitta normal aminokislota og'irligini x deb olsak, ikkinchi aminokislota og'irligini undan 28 gram ko'p, ya'ni x + 28 olishga majburmiz. Shuning uchun ham x bitta aminokislotaning og'irligi x + 28 ikkinchi aminokislotaning og'irliklarini yig'indisi 206 ga teng. Demak, bundan 2x imiz 178 ga teng bo'lsa, x 89 ga teng bo'ladi. Ya'niki molyar massasi kichik bo'lgan aminokislotaning og'irligi 9. Ikkinchi aminokislota bundan 28 gramga ko'p. Shuning uchun ham 89 28 ni qo'shadigan bo'lsak, 117 gram bo'ldi. Endi molyar massasi 89 ga teng bo'lgan aminokislota bu alanin, bilamizki, molyar massasi 117 ga teng bo'lgan aminokislota bu valin hisoblanadi. Bizdan molyar massasi katta aminokislotani top deganligi uchun 117 gram og'irlikka ega bo'lgan aminokislota bu valin hisoblanganligi uchun to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi masalamiz. 200 gram kumush nitrat eritmasi elektroz qilinganda massasi 17% kamaydi. Agar anodda 7,84 litr gaz hosil bo'lsa, eritmada necha farad tok o'tganligini hisoblang deyapti. Demak, buning uchun 200 gram eritma massasi 17% kamaydi degani uchun birinchi qiladigan ishimiz eritma massasi necha gramga kamayganini topishimiz kerak. Ya'ni 200 gram 17% 34 gram bo'ldi. Va anodda 7,84 litr gazni molga o'tkazib olganmiz. Bizga qulay bo'lgani uchun 7,84 litr gazimiz xo'p 0,35 molga teng bo'ladi. Endi bu yerda kumush nitrat elektroz bo'lgan va undan tashqari suv ham elektroz bo'lgan. Sababi, agar gaz, ya'ni anodda hammasi tuzni elektroz bo'lganda chiqqan deb hisoblasak, eritma massasi 34 gramga kamayish yuz bermaydi. Shuning uchun bu yerda ham tuz, ham suv elektroz bo'lgan dedik. Lekin qancha tuz elektroz bo'lgan, qancha suv elektroz bo'lgan bu bizga noma'lum. Shuning uchun elektroz bo'lgan tuzni X, elektroz bo'lgan suvni Y deb oldik. Endi eritma massasi nima uchun kamayadi? Katod va anodda chiqib ketgan moddalar hisobiga kamayadi. Shuning uchun bu yerda 2 mol kumush nitrat elektroz bo'lganida 2 mol kumushning og'irligi 216, 1,8 ta 216. Yarim mol kislorod esa 16. Demak, umumiy hisobda 232 gramga kamayadi va reaksiya bo'yicha yarim mol gaz hosil bo'ladi anodda. X deb oladigan bo'lsak, eritmaning og'irligi 116 x gramga kamayib, anodda 0,25 x mol gaz hosil bo'ladi. Suvchi 2 mol suv elektroz bo'lganda 4 gram vodorod 32 gram kislorod hisobiga 36 gramga eritma massasi kamayadi va anodda 1 mol gaz hosil bo'ladi. Y moldan 18 Y gram modda chiqib ketadi va anodda 0,5 mol Y mol gaz hosil bo'ladi. Chiqib ketgan moddalar 116x va 18 Y'larni yig'indisi 34 gramga teng. Anodda hosil bo'lgan 0,25x va 0,5 Y'lar yig'indisi esa moli 0,35 ga teng. Bu yerda x 0,2, y esa 0,6. Ya'niki tuzdan 0,2 moli elektroz bo'lgan, suvdan esa 0,6 moli elektroz bo'lgan. Endi bizda sarflangan faradni top deganligi uchun tuz uchun alohida farad, suv uchun alohida farad topishimiz kerak. Xo'p, buning uchun esa kumush nitrat 1 mol elektroz bo'lishi 1 farad tok sarflanadi. Bizda 0,2 mol elektroz bo'lgan, uning uchun 0,2 farad tok sarflandi. Suvni 1 moliga 2 farad tok ketadi. 0,6 moliga esa 1,2 farad tok ketadi. Shunda umumiy hisobda 1,4 farad tok sarflangan hisoblanadi, ya'niki A javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi masalamiz. 49. Doimiy tok manbaiga ketma-ket ulangan kumush nitrat, mis2 sulfat va 6 xillat eritma orqali 10 ming sekund davomida 9,65 amper tok bilan o'tkazildi. Katodlarda hosil bo'lgan metallarning massalarini mos ravishda aniqlanadi. Demak, bu yerda vaqt bilan tok kuchi ma'lum bo'lganligi uchun birinchi qiladigan ishimiz farad topib olishimiz kerak hisoblanadi.
Agar faradni topadigan bo'lsak, eritma orqali har bitta eritmadan 1 faraddan tok o'tgan ekan. Endi kumush nitrat eritmasida metal sifatida kumush, mis2 sulfat eritmasidan metal sifatida mis, oltin xlorid eritmasidan esa katodda oltin hosil bo'ladi. Va shularning hammasi 1 faraddan tok o'tgan bo'lsa, necha gram hosil bo'lishini topish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirdik. 1 faradda 108 gram kumush hosil bo'ladi. Bizda ham 1 farad bor. 1 faradda 108 gram kumush hosil bo'ldi. Misni 64 gramiga 2 farad tok ketadi. 1 faradda demak misdan 32 gram hosil bo'ladi. Oltinni 197 gramiga 3 farad tok ketadi. 1 faraddachi 197 taqsim 3 farad 3 gram oltin hosil bo'ladi. Shuning uchun ham bu masalamizning to'g'ri javobi 108 gram kumush, 32 gram mis, 197 taqsim 3 gram oltin bo'lgani uchun C javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. Tarkibida 0,105 mol simol 2 xlorid, 0,1 mol mis2 xlorid bo'lgan eritmalar orqali 3000 sekund davomida 19,3 amper tok elektroz qilindi, o'tkazilgan. Anodda ajab chiqqan moddalar massasini top dedi. Yana birinchi qiladigan ishimiz eritma orqali necha farad tok o'tganligini topishimiz kerak bo'ladi. Va undan keyin qiladigan ishimiz esa simol 2 xlorid va mis2 xlorid bor. Birinchi navbatda qaysi tuz elektroz bo'lishini ham bilishimiz kerak. Birinchi navbatda simol 2 xlorid elektroz bo'ladi. Sababi Beketovda simol misdan passivroq bo'lgani uchun passiv metalning tuzi birinchi navbatda elektroz bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda simol 2 xloridda 1 moliga 2 farad tok ketadi. Simol 2 xlorid 2 ta xlor bo'lgani uchun anodda esa 2 mol xlor hosil bo'ladi. Ya'ni uni 71 deyapmiz. Bizda simol 2 xlorid mol 0,105 mol degan. 0,105 mol simol 2 xloridga 0,1 farad tok ketadi va natijada 3,55 gram xlor hosil bo'ladi. Demak bizda 0,6 farad bor. Hozir 0,1 farad sarflandi. Hali farad yetarlicha bor. Shuning uchun endi simol 2 xlorid tugagandan keyin endi mis2 xlorid tuzi elektroz bo'lishni boshlaydi. Mis2 xloridning 1 moliga 2 farad tok ketadi va anoddan 71 gram xlor hosil bo'ladi. Chunki xlorlar soni 2 ta. 0,1 mol simol mis2 xloridga esa 0,2 farad tok ketadi va anoddan 77,1 gram hosil bo'ladi. Demak, bizda 0,6 farad bor, 0,1 farad simol 2 xloridga ketdi, 0,2 farad mis2 xlorid uchun sarflandi. Demak, 0,6 dan 0,3 farad ketgan bo'lsa, hali yana 0,3 farad bor. Demak, bu yerda faqatgina tuzlar emas, suv ham elektroz bo'lgan ekan. Shuning uchun ham biz qancha farad suvga ketganligini birinchi navbatda topdik. Unga 0,3 farad ketdi. Chunki 0,6 dan 0,1, 0,2 ni ayirsak. Va suvni anodida kislorod hosil bo'ladi. 16 gram kislorod uchun 2 farad tok ketadi. Hozir bizda 0,3 bor. Demak, necha gram kislorod hosil bo'ladi desak, 2,4 gram anodda kislorod hosil bo'ldi. Shunda jami anodlarda hosil bo'lgan moddalar massasi 3,55, 7,1 va 2,4 ni qo'shadigan bo'lsak, 13,05 gram modda hosil bo'ldi. Shuning uchun ham to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Hajmi 16 litr bo'lgan argon va hajmi 28 da bo'lgan azotdan iborat aralashmaning vododga nisbatan zichligini topdi. Agar gazlar aralashmasi berib, uni qaysidir gazga nisbatan zichligini topmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda qiladigan ishimiz m o'rtacha topishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hozir ko'rinib turibdiki, argonni 56 litr, azotda 28 litr deb bergan bo'lsa, ularning nisbati 2 ga 1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni 2 mol argonga 1 mol azot to'g'ri keladi. Shuning uchun ham 2 mol argonning og'irligi 80 gram, 1 mol azotning og'irligi 28 gram. Mollar yig'indisi 2 plus 1 3 ga teng bo'ladi. 108 3 ga bo'lsak 36 gram bo'ladi. Mana shu gazlar aralashmasining o'rtacha molar massasi. Endi o'rtacha molar massa 36 ga teng bo'lib, uni vododga nisbatan zichligini topmoqchi bo'lsak, uni vodorodning mr 2 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 36 ni 2 ga bo'lsak 18 chiqadi. Shuning uchun ham A javob to'g'ri bo'ladi. 52-masala.
15% 400 gramm va 24% 200 gramm eritmalardan foydalanib 20% eritmadan eng ko'pi bilan necha gramm tayyorlash mumkin dedi. Xo'p, bu masala ishlash uchun diagonalga qo'ysak bo'ladi. Diagonal qo'yish uchun 15% va 24% eritmalardan foydalanib 20% eritma olyapti. Shuning uchun ham diagonalga 15, 24, o'rtaga esa 20% qo'ydim. Va natijada diagonaldan 4 va 5 raqamlar hosil bo'ldi. Reaksiyada 20% eritmadan eng ko'pi bilan deganligi uchun 15% eritmani massasi ko'p, ya'ni 400 gramm bo'lgani uchun birinchi 400 grammni hammasini oldim. Ya'ni 15% eritmadan 400 gramm olsam, 24% eritmadan hisob kitob bo'yicha 500 gramm olganimda eritma 20% eritma hosil bo'lar ekan. Lekin masala shartida 24% eritmadan bor yo'g'i 200 gramm bor. 200 gramm eritmadan 500 gramm olib bo'lmaydi. Shuning uchun ham 15% eritmani hammasini olib olish bu masala uchun noto'g'ri hisoblanar ekan. Shuning uchun ham endi navbarot qilib ko'raman. Ya'niki 15% eritmani hammasini emas, 24% eritmani hammasini olaman. Ya'ni 200 grammni olaman. Agar 24% eritmadan 200 gramm olsak, 15% eritmadan 160 gramm olishimizga to'g'ri kelar ekan. Agar 15% eritmadan 160 gramm, 24% eritmadan 200 gramm olsak, yana 20% eritma hosil bo'lar ekan. Masalada 15% eritma 400 gramm bor. 400 gramm eritmadan 160 gramm olish mumkin. Demak, bu hisob kitobimiz bu masala uchun to'g'ri keladi. Shunda bundan 200 gramm, bundan 160 gramm olib aralashtiradigan bo'lsak, 20% eritmadan 360 gramm tayyorlash mumkin ekan. Shuning uchun ham to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi masalamiz. Azotning 2 ta, vodorodning 3 ta izotopidan foydalanib necha xil ammoniak molekulasini hosil qilish mumkin? Bu savolning javobini topishimiz uchun esa bizga o'sha kombinatsiya qilib ko'rishga to'g'ri keladi. Xo'p, vodoroddan bilamizki, vodorodda 3 xil izotopi bor. Vodorod, deytriy, tritiy. Va shular orqali biz ammoniak molekulasini hosil qilamiz. Birinchi navbatda, xo'p, hosil qildik. Azot vodoroddan 3 ta. Keyingi navbatda azot deytriydan 3 ta. Keyingi navbatda esa azot tritiydan 3 ta qildik. Ya'ni bu yerda bir xil izotoplarni hosil qilib oldik har bittasini. Endi vodoroddan 2 tasini olib, bittasini deytriy qo'yib ko'rsak, keyingi ammoniak molekulasi, endi deytriyni o'rniga tritiy qo'yib ko'rsak, undan keyingi molekula hosil bo'ladi. Endi bu yerda deytriy izotopida 2 ta olib, vodorod va tritiy izotopidan olib qo'yib, ammoniak molekulasini hosil qilsak bo'ladi. Endi vodorod va deytriyni 2 tadan olgan bo'lsak, endi tritiydan ham 2 ta olishimiz mumkin ammoniak molekulasida. Tritiyda 2 ta olib, bitta holatda vodorod, bitta holatda deytriy izotopini hosil qilib oldik. Va 3-chi holatda esa har bitta vodorod izotopida bitta-bittadan oldik. Azot, vodorod, deytriy, tritiy qilib ammoniak molekulasini hosil qildik. Endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, jami 10 ta hosil bo'ldi kombinatsiyadan. Va o'sha 10 ta kombinatsiya faqat azotda bitta izotopidan hosil bo'ldi. Bizda azotda 2 ta izotopi bor degan. Bittasidan 10 ta chiqqan bo'lsa, ikkinchisidan ham 10 ta hosil bo'ladi. Demak, umumiy hisobda bu yerda 20 ta ammoniak molekulasini hosil qilishimiz mumkin hisoblanadi. Shunda to'g'ri javob C javob to'g'ri bo'ldi. 54-masala. 3 xil kislot izotopidan, ya'ni 16, 17, 18 grammdan foydalanib necha xil kislot molekulasini hosil qilishimiz mumkin dedi. Ya'ni buni ham yana kombinatsiya ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda adashib ketmasligimiz uchun ularni harflar orqali ifodalab oldik. Ya'ni 16 gramm izotopini A, 17 gramm izotopini B va 18 gramm izotopini C deb oldik. Kislot molekulasi doim kislotlar soni 2 ta bo'lgani uchun bularni faqat ikkitasidan foydalanishimiz mumkin. Shuning uchun birinchi holatda A2, B2, C2 deb oldik. Keyingi navbatda esa AB, AC va BC deb oldik. Demak, bu yerda kombinatsiya natijasida 6 xil kislot molekulasi hosil bo'ldi. Shuning uchun ham D javob to'g'ri bo'ldi. Xo'p. 55-masala. Saxaroza kislotali sharoitda 80% unum bilan gidrolizlandi. Mahsulotga
kumush oksidning ammiakdagi eritmasi qo'shilganda idishda 172,8 gramm kumush cho'kdi. Reaksiya uchun olingan saxaroza massasini toping dedi. Agar saxaroza gidroliz bo'ladigan bo'lsa, glyukoza bilan fruktoza hosil bo'ladi. Kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan faqatgina glyukoza reaksiyaga kirishadi. Chunki glyukozada aldegid guruhi bor, fruktozada esa bu guruh yo'q. Shuning uchun ham glyukozaga kumush oksidning ammiakdagi eritmasini qo'shdik. 1 mol glyukozadan 216 gramm kumush cho'kmagi tushadi. 172,8 gramm kumush cho'kmagi tushishi uchun glyukozaning moli necha mol bo'lishi kerak desak 0,8 mol bo'ldi. Topilayotgan narsa chap tomonda bo'lgani uchun reaksiyonimiz 80% ni ishlatamiz va mana shu 0,8 ni 80% degan uchun 0,8 ga bo'lsak 1 mol hosil bo'lgan ekan. Mana bu reaksiyada glyukoza. 1 mol glyukoza hosil bo'lsa saxaroza 342 gramm kerak. Bizda ham 1 mol hosil bo'ldi. Va mana shu 1 mol glyukoza uchun saxarozaning og'irligi 342 gramm bo'lishi kerak ekan. To'g'ri javob A javob to'g'ri bo'ldi. 56-masala. Propanol, sirka kislota, fenol aralashmasiga natriy metali ta'sir etilganda 6,72 litr gaz ajab chiqdi. Boshlang'ich aralashmada propanol bilan sirka kislotaning massasi bir xil. Boshlang'ich aralashmada bromli suv ta'sirlashganda 66,2 gramm cho'kma hosil bo'ldi. Boshlang'ich aralashmadagi sirka kislota massasini aniqlaydi. Xo'p, endi e'tibor berishimiz kerak. Propanol, sirka kislota va fenol hammasi natriy metalini ta'sirlashadi va ta'sirlashganida gidroksildagi vodorod o'rniga natriy metali keladi. Shuning uchun ham hammasini alohida reaksiya yozmasi uchun hammasini quyidagicha ifodalab oldik. Ya'niki ROH, ya'ni OH-dagi hammasida OH-dagi vodorod o'rniga natriy metal ta'sirlashgani uchun propanol, sirka kislota, fenol, natriy bilan quyidagicha ifodalab oldik. Hammasida 2 molidan 22,4 litr gaz hosil bo'ladi. 6,72 litr gaz hosil bo'lishi uchun aralashma 0,6 mol bo'lishi kerak. Ya'ni propanol, sirka kislota va fenol 0,6 mol ekan. Endi bromli suv bilan ta'sirlashib 66,2 gramm cho'kma hosil qiluvchi modda esa bu fenol hisoblanadi. Shuning uchun fenolni brom bilan ta'sirlashgan reaksiyasini yozdik. 1 mol fenoldan 331 gramm 2,46 tribrom fenol cho'kmaga tushadi. 66,2 gramm cho'kma tushishi uchun fenol necha mol bo'lishi kerak? 0,2 mol bo'ldi. Demak, 0,6 moldan 0,2 mol fenol bo'lsa, qolgan 0,4 moli propanol va sirka kislota ekan. Endi masala shartida propanol bilan sirka kislotaning massasi bir xil degan. Endi propanol va sirka kislotalarning emerlarini tekshiradigan bo'lsak, ikkalasini ham emeri 60 ga teng. Ya'ni emeri bir xil. Endi molekulyar massasi bir xil bo'lib turib, massa teng bo'lishi uchun ularning mollari ham teng bo'lishi kerak. Hozir ikkalasini moli 0,4 mol bo'lsa, demak bundan xulosa shuki, aralashmada ikkalasi teng molda, ya'ni 0,2 moldan bo'lgan. Demak, sirka kislotani ham 0,2 mol, propanolni ham 0,2 mol olsak, massa teng bo'lar ekan. 0,2 mol sirka kislotaning og'irligi 12 gramm bo'ldi. Demak, to'g'ri javob A javob to'g'ri ekan. Endi keyingi masalamiz. Propanol, sirka kislota va fenol aralashmasiga natriy metal ta'sir etilganda 5,6 litr gaz ajab chiqdi. Boshlang'ich aralashma 8% li 200 gramm natriy gidroksid bilan ta'sirlashganda boshlang'ich aralashmada ta'sirlashdi. Boshlang'ich aralashmada propanol bilan sirka kislota massalari bir xil. Boshlang'ich aralashmadagi propanolning massasini aniqlaydi. Xo'p, buning uchun hammasida bilamizki, yana boyagandek natriy metali bilan uchalasi ham ta'sirlashadi va gidroksildagi vodorodning natriy metali keladi. Aralashmani agar 2 molda bo'lsa 22,4 litr gaz hosil bo'ladi. 5,6 litr gaz hosil bo'lishi uchun aralashma 0,5 mol bo'lishi kerak. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz 200 gramm 8% natriy gidroksidni molini topishimiz kerak. 200 gramm 8% natriy gidroksidi moli 16 gramm bo'ladi. Va ana shu 16 gramm natriy gidroksid sirka kislota bilan ham, fenol bilan ham ta'sirlashadi. Ikkalasiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, 1 molga 40 gramm, 1 molga 40 gramm ta'sirlashadi.
Demak, 1 molga 40 gram ta'sirlashsa, 16 gram natriy gidroksid bilan ta'sirlashi uchun sirka kislota va fenolning mol yig'indisi 0,4 mol bo'lishi kerak. Aralashma 0,5 mol. Undan 0,4 mol sirka kislota va fenol ekan. Demak, propanol o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, 0,1 molga to'g'ri keladi. Demak, 0,1 mol propanolning og'irligi 6 gram ekan. Demak, to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Xo'p, 58. 30 gradusda to'yingan eritmadagi suvning massasi tuzning massasidan 2,5 barobar ko'p bo'lsa, tuzning shu haroratda eruvchanligi topiladi. Biz bilamizki, eruvchanlikda doim erituvchi, ya'ni suv 100 gram olinadi. Ana shu 100 gram suv tuzdan 2,5 barobar ko'p deyapti. Shuning uchun biz quyidagi ishni amalga oshiryapmiz. Suv tuzdan 2,5 barobar ko'p. Suvning massasi ma'lum 100 gram. Tuzni esa noma'lum. Suvni og'irligini tuzga bo'lganda 2,5 chiqyapti. Nima bu yerda x ning qiymati topadigan bo'lsa, x ning qiymati 40 bo'ldi. Demak, 30 gradusda tuzning eruvchanlik koeffitsiyenti 40 ga teng, ya'ni C javob to'g'ri ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. 59. 25% mis 2 sulfat eritmasi bug'latilib 50 gram mis kupurusi olingan bo'lsa, dastlabki eritmasini top dedi. Demak, 25% eritma bug'latilib mis kupurosidan 50 gram oldi deyapti. Biz bilamizki, bug'latilganda faqatgina suv bug'lanadi, lekin tuzning massasi o'zgarmaydi. Va idishda 50 gram mis kupurosi qolgan. O'sha 50 gram mis kupurosida necha gram tuz bo'lsa, dastlabki eritmada xuddi shuncha tuz bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ham men birinchi navbatda 50 gram mis kupurosi tarkibidagi tuzning o'zini og'irligini topdim. Agar mis kuporosi 250 gram bo'lganda, undagi tuzning og'irligi 160 bo'lardi. 50 gram esa 32. Demak, bug'latilgandan keyingi mis kuporosida 32 gram tuz bo'lsa, bug'latilmasdan oldingi 25% eritmada ham tuzning og'irligi 32 gram bo'ladi. Ana o'sha 32 gram tuz bizda 25% deydi. 32 gramiz 25% bo'ladigan bo'lsa, 100% 128 gram bo'ladi. Demak, dastlabki eritma 128 gram ekan. Demak, to'g'ri javob B javob to'g'ri bo'ldi. Agar shu joyida bizdan bug'latilgandan keyingi eritma bug'latilgan suvni top desa, 128 bu dastlabki eritma. Dastlabki 128 eritma bug'latilishi natijasida 50 gram modda mis kupurosi qolgan bo'lsa, bug'latib chiqib ketgan suvning og'irligi 78 gram bo'ladi. Chunki 128 gram eritmadan 50 gram modda qolayotgan bo'lsa, 78 gram modda chiqib ketgan hisoblanadi. Bu yerda hozir dastlabki eritmani o'zini so'ragani uchun B javob to'g'ri bo'ldi. Lekin bizdan bug'latilgan suvni ham top deyishi mumkin. Xo'p, keyingi masalamiz. Oksalat kislota eritmasining mol yarligi va mol yarligi 0,5 ga teng bo'lsa, eritmaning zichligini top dedi. Mol yal konsentratsiya degani 1000 gram erituvchida erigan moddaning moli degan. Demak, mol yarligi 0,5 bo'lishi uchun oksalat kislotani 0,5 mol olsak, suv 1000 gram bo'lishi kerak. Zichlik topish uchun bizga eritmaning massasi ham kerak. Shuning uchun yarim mol oksalat kislotaning moli 45 gram bo'ldi. Demak, oksalat kislota 45 gram, erituvchi esa 1000 gram. Demak, eritma 1045. Endi mol yarligida 0,5 mol oksalat kislota bo'lsak va mol yarligi ham 0,5 ga teng bo'lsa, uning uchun eritmaning hajmi 1 litr, ya'ni 1000 ml bo'lishi kerak. Chunki 0,5 mol modda 1 litr eritmada erisa 0,5 ml bo'ladi. Demak, eritmaning og'irligi 1045, eritmaning hajmi 1000 ml. Demak, eritmaning zichligini topmoqchi bo'lsak, massani zichligiga bo'lamiz. Ya'ni 1045 ni 1000 ga bo'lsak, 1,1045 ga teng ekan eritmaning zichligi. Shunday qilib, bugun biz sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan misolli masalalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Video darsimiz sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.